İgilənişçə Xitay bilan Rossiya Sibiriya dengiz qirg'oqida birlashma dengiz manevri boshlagan. Yer shari vaqt gezitining xabariga qaraganda, o'rtaq dengiz 2021 deb atalgan manevr Rossiyaning Vladivostok shahri sirtidagi Peter qo'ltig'ida o'tkazilgan. Angliya Cambridge Universiteti e'lon qilgan yangi sonliq ma'lumotga qaraganda, Amerika yer shari bit tengisi qazishda eng chong ulushni egallab, qisqa vaqt ichida Xitoydan eshib ketgan. Bu son Xitoy Xalq bankisi shifrliq pulni cheklagandan keyin bu sohadagi tepinlikning o'zgarishini ko'rsatib beradi ekan. Xitoyda ishlab chiqaruvchilarning 9-oyda pul paxalligi tez suratda oshgan. Xitoy davlatlik statistika idorasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotga qaraganda, 9-oyda ishlab chiqaruvchilarning baho ko'rsatkichi oldingi yildagiga solishtirganda 10,7% oshib, 1995-yili 11-oydan buyongi eng yuqori saviyaga yetgan. İgilənişçə, bu asosliqi kömür bahosi va energiya sarfiyoti yuqori mahsulotlarning shiddat bilan o'sishidan kelib chiqqan ekan. Birleşken Devletler Teşkilatı organi bo'lgan 47 a'zosi bor kishilik huquq kengashining 18 a'zosi yangilandı. Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy majlisining bilet tashlashida Amerika kishilik huquq kengashida bir o'ringa erishdi. Trump hukumati 2018-yili İsrailga bir taraflama qarashni bahona qilib, Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq kengashidan ayrilgan edi. Yangi hukumat vazifaga o'ldirgandan keyin bu tashkilotga qo'shildi. O'zbekiston Markaziy saylom komitetining bayonotida 24-oktyabr o'tkaziladigan prezident saylamiga boldir bilet tashlashning boshlanganligi xabar qilindi. Microsoft Xitoydagi internet belgilamalarining kuchayganligi sababli yil oxirida bu davlatga LinkedIn mulozimatini to'xtatadi. Microsoft shirkati yozma bayonotida Xitoydagi mashg'ulot muhiti va xirisni qattiqlashtirish sababidan o'zining kasbiy to'ri LinkedInni taqaydiganligini e'lon qildi. Bu shirkat Xitoyda LinkedInning o'rnini olish uchun cheklik iqtidori bo'lgan InJobs nomli yangi qo'llanishchan programmani yasab chiqqan. Birleşken Devletler Teşkilatı qarmog'idagi hukumatlar aro klimat o'zgarish masalasi guruhi e'lon qilgan dokladga qaraganda, yer sharining isib ketishi sababidan Pokistonning pok suv boyligi kelgusi necha 10 yilda xo'raydi ekan va bu ahvol mazkur davlatni mavjudlik kirisiga duchor qiladi ekan. İgilənişçə, Pokistondagi 220 million nüfusning 75% Hind daryosi qirg'oqida yashaydi ekan. Pokistonning 5 cho'ng shahri sanoat va ichimlik suvlari uchun butunlay bu daryoga tayindi. Dokladga asoslanganda 2050-yilgacha Pokistonda pok suv qolmaydi ekan.